Qirg'izistonning chegaralari yopiq, qo'ylar kirmayapti. Lekin baribir ham bizani oldimizga bizani o'sha eski mijozlarimiz, ular qo'shnilari, tanish-bilishlar kelishyapti. Mana hozir ham bizani oldimizga mana Azizjon kelgan ekanlar Piskentdan. Bular taxminan shu 1 yil oldin bir 15 tacha qo'zi-qo'chqor olib ketuvdilar. Hozir ularning taqdiri to'g'risida so'ragandim. Yo, juda ham zo'r, ajoyib deb. Mana hattoki o'rtoqlari mana ko'rib o'zgarishlarni xursand bo'lib, bu qo'ylar zo'r ekan deb, mana ikkalasi birga kelishibdi. Xudo xolisi o'sha qo'ylarni tugadi degan joydan ham mana 3 ta qo'zi-qo'chqorni tanlashdi. Xudo xolisi uchalasi birga qancha necha kilo bo'ldi? 183. Mana 183 kilo bo'libdi. Xudo xolisi bularni 12 million 800 ga baraka qildik. Bergan pulingizga rozimisiz? Roziman. Baraka topinglarmi? Amin ilohim. Katta ko'zni quvontiradigan qo'chqorlar bo'lib ketsin. Mana Piskentga o'sha qo'ylar tugayapti degan joyda Xudo xolisa 3 ta qo'zi-qo'chqorimiz 2 ta mashinaga ortilib ketdi. Sizlar bo'lsa bizani kuzatib boringlar.